Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda internet olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sport Plus kanali oilasi a'zosiga aylangan har bir kishi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi, mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, men bugungi dasturimizni boshladim. Erkabulan Tokitar Nikolini birinchi raundning o'zidayoq mag'lubiyatga uchratib, Goldni jangga chorladi. Marhamat do'stlar, o'zingiz intervyuni to'liq tomosha qilishingiz mumkin. Следующий, если с голодом организуешь, будет прекрасно. Нам не важно, где драться. Нам главное показать людям, что я могу, что он может. Hani kuturum sochlarım oqarib ketdi. Sochimni kestirdim sen uchun. Nima jang bo'ladi endi? Aynan mana shu intervyudan so'ng hamyurtimiz Shohjahon Ergashevga Erkabulan Tokitar bilan jang qilasizmi degan savol berildi. Marhamat do'stlar, hamyurtimiz Shohjahon Ergashevning gaplarini tomosha qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, charchamayapsizlar, tuzumsizlar. Hozir juda ko'pchilik 20-30 ta odam SMS yozib olibdi. Xumorenda bugun musobaqa bo'ldi. Qozog'istonliklar musobaqa o'tkazishdi. Ko'rdilaring. Sport kanalida ham prямой translyatsiya bo'ldi. O'zimiz ham bordik, qaytdik musobaqani ko'rib sirazi. Qisqasi menga bir 20-30 ta odam yozib oldi. Erkabulan bilan boks tushing, siz to'xtating Erkabulan. Boksni tushunadigan odamlar, biz professional boksyormiz. Biz Amerikalarda, Las Vegaslarda jahon chempionligiga tushib kelgan boksyormiz. Biz bilan Erkabulan tushmaydi. Biz boshqa toifadagi sportchilarmiz. Ular boshqa toifadagi sportchilar. Ularda omadini bersa, ularni podдержка qilinglar. Ular o'zi media yo'lida ketish kerak. Biz unaqa boksyor emas. Biz boshqacharoq boksyorlarmiz. O'shaning uchun sal solishtirishni ham o'ylab solishtiringlar. Unaqa qilmanglar, uyat bo'ladi-yu. Bu paytda bo'lsa tojikistonlik MMA jangchisi Kamil Karate ham ushbu holat to'g'risida o'z fikrlarini bildirdi. Marhamat do'stlar, o'zingiz tomosha qiling. Erkabulan Tokitar, что я могу сказать? Ты реально капитальный красавчик. Прилетел в Узбекистан и ты убил 2 зайцев с одним. Молодец. Посмотрите видео, поймете. Paxodi yo'limdan chiqib qolsang, paxodi. Shunday paxodi urib o'tib ketaman senga. Shunday tezkor ko'rsatib qo'yaman. Erkabulan! Qanasan Erkabulan? Волк, я даже не знаю, как тебя зовут. Теперь не кричи, пожалуйста, нигде. Бурная голова. Достойные мужики. Так сделаю, сяк сделаю. Знаешь, что я хочу сказать тебе? Просто путиңди qisib yur. Bas. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.